Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan Yandex Marketda noldan qaysi tovarlar bilan kirish masalasi bo'yicha gaplashib o'tamiz. Avvalo shuni tushunib olaylik, ya'ni Yandex Market bu uzun marketning nusxasi emas. Albatta, Yandex Marketning o'ziga yarasha auditoriyasi, o'ziga yarasha qulayliklari va o'ziga yarasha imkoniyatlari mavjud. Endi Yandex Marketda biz qaysi mahsulotlar bilan sotuvga kirganimiz ma'qul. Birinchi navbatda biz auditoriyani aniq bilib olishimiz kerak. Asosan Yandex ilovalaridan o'sha navigatorlar, ovqat zakaz qilishlar yoki umuman ko'chada yuradigan odamlar Yandexdan ko'proq foydalanishadi. O'shani hisobiga ham Yandex Marketda asosan auditoriya bu erkaklar, ko'chada yuradigan odamlar hisoblanadi. Yandex Marketda asosan elektronika, texnikalar yoki umuman aksessuarlar, ya'ni gadjetlar uchun, telefonlar uchun aksessuarlar yaxshi sotiladi. Bu uzun marketdan asosiy farqlardan bittasi hisoblanadi. Ya'ni mana ko'pchilik biladi, uzun marketda asosan elektronika yoki o'sha texnika yo'nalishlarida sotuvlar yaxshi hisoblanadi va ko'pchilik bu sohaga kirish kerak emas. Ya'ni uzun marketda konkurentlar ko'p degan tushunchasi bor. Lekin Yandex Marketda hali bu bozor juda bo'sh. Va albatta bu bozorda, ya'ni Yandexda texnika va elektronika sohasida bemalol kiradigan bo'lsak, yaxshi sotuvlar qilishimiz mumkin. Buning yaqqol misoli boya yuqorida aytib o'tganimdek, o'sha ko'chada yuradigan odamlar va asosan o'sha Yandex ilovalaridan muntazam foydalanadigan xaridorlar misolida ko'rishimiz mumkin. Agar soddaroq tushuntiradigan bo'lsam, mana ko'pchiligimiz bilamiz, ya'ni Wildberries, Ozon, ya'ni bu Rossiya marketplacelari hisoblanadi. Xuddi biz Wildberriesni uzun, Ozonni esa Yandex misolida ko'rishimiz mumkin. Nima uchun degan savol tug'iladi albatta. Ya'ni bu yerda biladigan bo'lsak, Wildberries Rossiya marketplace, ya'ni gigant marketplace hisoblanadi. Asosan bunda o'ylab qarasak, har bitta marketplace o'ziga yarasha auditoriyasi va o'ziga yarasha yo'nalishlari bor. Misol uchun o'sha Wildberries misolida qaraydigan bo'lsak, Wildberriesda asosan o'sha kiyim-kechaklar, parfyumeriya mahsulotlari va o'sha kundalik ehtiyojlarimiz uchun foydalanadigan mahsulotlar ko'proq sotiladi. Ya'ni o'sha oyoq kiyimlar bo'lishi mumkin yoki o'sha odejdalar. Ozonda esa asosan elektronika, bitoy texnikalar va uy ro'zg'or buyumlarida sotuvlar nisbatan yuqori Wildberriesga nisbatan. O'shaning uchun biz boya aytganimizdek, Wildberries uzun, Ozonni esa Yandex misolida bemalol ko'rishimiz mumkin. Bunga yaqqol misol bizning savdolarimiz natijasida va albatta ko'p turdagi mahsulotlarni test natijasida sinab ko'rganimizdan kelib chiqqan holatda aytaman. Xuddi shu holat albatta bizda ham takrorlanyapti. O'sha Yandexda elektronika sohasi, texnika sohasi va uy ro'zg'or buyumlari uzunda bu o'sha kiyim-kechaklar, oyoq kiyimlar, ya'ni odejda aksessuarlari yaxshi sotilyapti. Endi savol tug'iladi, Yandex Marketga noldan qaysi tovarlar bilan kirganimiz ma'qul degan. Birinchi yo'nalish bu albatta telefonlar, telefon aksessuarlari, kompyuter va kompyuter aksessuarlari Yandex Marketda yaxshi sotuvlar qilsangiz bo'ladi. Nimaga? Sababi ko'pchilikda o'sha Yandexga bo'lgan ishonch yuqori, o'shani hisobiga ham Yandexda sifatsiz mahsulotlar bor degan tushuncha odamlarda yo'q. O'shaning uchun albatta biz elektronika va o'sha bitoy texnika yoki elektronika aksessuarlari bilan kirganimiz ma'qul hisoblanadi. Ikkinchi yo'nalishimiz bu albatta uy uchun texnikalar, ya'ni ayollar uchun fen, dazmol, oshxona buyumlari bu yerda ham albatta Yandex Marketda bu yo'nalish bo'yicha yaxshigina savdolar qilish mumkin. Albatta bu mahsulotlar uzumda ham yaxshi sotilyapti yoki yaxshi sotilishi mumkin degan savol tug'iladi. Albatta shunaqa, uzumda ham ba'zi bir holatda yaxshi sotuvchilar yaxshi sotyapti albatta, lekin Yandex Marketda ishonch kuchliroq. Albatta yuqoridagi mahsulotlar ham Yandex Marketda juda talabgir va yaxshi sotilib kelayotgan mahsulotlardan bittasi. Shaxsan o'zimiz ham bitoy texnika yo'nalishlarida, uy texnikalari, oshxona texnikalari yo'nalishi bo'yicha savdolar qilyapmiz. O'shalardan kelib chiqqan holatda tavsiya berib o'taman. Mana yuqorida sanab o'tgan o'sha elektronika, kompyuter aksessuarlari yoki umuman elektronika aksessuarlari, oshxona buyumlari yoki oshxona elektronikalari bo'yicha shaxsan biz o'zimiz ham savdo qilib kelyapmiz o'sha yo'nalishlar bo'yicha va albatta bu yerda bizda savdolar yaxshi bo'lgan. AirPods sohasida bizda hozirda 100 milliondan oshiq daromadga ega bo'lganmiz bitta elektronika yo'nalishi bo'yicha. Va undan tashqari oshxona buyumlari texnikasi bo'yicha ham albatta blenderlar mahsulotlarida biz yuqori savdolarni amalga oshirdik. Ya'ni blender mahsulotlarida bizda 150 milliondan 160 milliondan yuqori bo'lgan aylanmaga ega bo'ldik. Bundan yaqqol ko'rinib turibdi, yuqorida aytib o'tgan mahsulotlarim bilan ham siz bemalol Yandex Marketda savdolarni boshlashingiz mumkin bo'ladi. O'shaning uchun Yandex Marketda takror aytyapman, ishonch yuqori hisoblanadi va o'sha texnikalar olishda yoki umuman fen, dazmol yoki umuman elektronika mahsulotlarini olishda hech qanaqa qo'rquvlar bo'lmaydi. Ya'ni u yerda sifatsiz tovarlar bor degan tushuncha yo'q. Uchinchi yo'nalish bu albatta avtomobil, ya'ni avtotovarlar hisoblanadi. Biz o'zimiz Yandex Marketga birinchilardan o'sha avtotovarlar yo'nalishi bilan kirib borganmiz. Nimaga avtotovarlar? Boya buni ham yuqorida aytib o'tdim, ya'ni avtotovarlar Yandex ilovasidan asosan yo'lda yuradigan odamlar, mashinada yuradigan, navigatordan foydalanadigan yoki umuman Yandex
Go taksisidan foydalanadigan odamlar ko'proq. O'shani hisobiga ham biz birinchi Yandexga qo'ygan qadamimiz bu avtotovarlar yo'nalishi bo'yicha boshlangan. Va hozirgi kunda ham avtotovarlar yo'nalishi bo'yicha biz yuqori savdolarni amalga oshirib kelyapmiz. Avtotovarlar yo'nalishi bo'yicha bizda hozirgi kunda 400 milliondan oshib bo'lgan aylanmaga ega bo'ldik. Ya'ni bu yerda avtotovarlar yo'nalishi asosan erkaklarning yo'nalishi bo'lgani hisobiga, boya aytganimdek, Yandex.Go'dan erkaklar ham ko'proq foydalanadi. O'shaning uchun avtotovarlar mahsulotlari Yandexda yaxshi sotilib kelinyapti. Avtomobil yo'nalishi ham albatta Yandex Marketda yaxshi yuradi, ya'ni savdolari yaxshi hisoblanadi. Lekin muhim narsa shuki, Yandex Marketda auditoriya kamroq. Hozircha albatta auditoriya kam bo'lgani bilan, lekin sotib olishga tayyor auditoriya juda yuqori hisoblanadi. Albatta biz Yandex Marketga qo'yayotgan tovarlarimiz sifatiga, narxiga va albatta bu yerdagi berayotgan taklifimizga bog'liq hisoblanadi. Agar biz mahsulotlarimizni to'g'ri mijozga taklif qilgan holatda, to'g'ri narx, to'g'ri sistema algoritmdan foydalangan holatda olib kiradigan bo'lsak, mahsulotlarimizni yaxshi narxda, ya'ni yaxshi foydaga sotishimiz mumkin bo'ladi. Albatta yuqorida aytib o'tgan ma'lumotlarimdan kelib chiqqan holatda ko'pchilikda shunaqa savol bo'ladi, ya'ni Yandex Marketga ham uzun marketdagi mahsulotlarimni qo'ydim va nimaga sotilmayapti degan savollar tug'iladi. Albatta bu yerda o'sha o'ziga yarasha auditoriyasi va o'ziga yarasha algoritm va sistemasi alohida hisoblanadi. O'shandan kelib chiqqan holatda biz albatta mijozga kuchli taklif bilan, ya'ni narx bo'yicha, sifat bo'yicha ko'rsatgan holatda mahsulotlarimizni sotuvga olib chiqishimiz kerak. Bu ikkala platformaning mantiqi boshqa. Uzun bu tez, ommaviy va ko'p mahsulot. Yandex esa ishonch, texnika va sifat hisoblanadi. Yana bir muhim farqlardan bittasi bu Yandex Marketdagi mahsulotlar faqat Yandex Market o'zida emas, balki Yandexga tegishli bo'lgan boshqa platformalarda ham albatta mahsulotlarni reklama qilishi. Misol uchun aytadigan bo'lsak, Yandex brauzer. Agar siz Yandex brauzer orqali qidiruvda o'zingizga kerakli bo'lgan mahsulot nomini yozadigan bo'lsangiz, Yandex sizni birinchi navbatda Yandex Marketdagi mahsulotlarni taqdim etadi. Yana ham bu mahsulotimizni ko'p auditoriya ko'rishiga va reklamani sifatli ishlashiga yordam beradi. Nima uchun? Ya'ni Yandexdan ko'proq o'sha navigatordan va undan tashqari Yandex ilovalaridan ko'proq foydalangan hisobiga sizning mahsulotingiz Yandexga tegishli bo'lgan boshqa ilovalarda ham mahsulotingizni bemalol ko'rishingiz mumkin. Bu bizning asosiy ustunligimizdan bittasi hisoblanadi. Ya'ni mahsulotimizni faqat platforma ichida emas, Yandexga tegishli bo'lgan boshqa platformalarda ham ko'rish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Shuning uchun hozirgi kunda Yandex Marketda raqobat past, lekin auditoriya kuchli hisoblanadi. O'shaning uchun hozirgi kunda Yandex Marketga kirish uchun ayni vaqt hisoblanadi. Agar qisqacha qilib xulosa qiladigan bo'lsam, uzun market bu ommaviy savdo, Yandex Market ishonchli savdo. Uzun bu Wildberries, Yandex esa bu Ozon. O'shaning uchun albatta biz hozirgi kunda Yandex Marketga ham o'tishimiz kerak. Ya'ni uzunda savdo qiladiganlar bemalol Yandex Marketda ham savdo boshlashi mumkin bo'ladi. Eng aqlli sotuvchilar ikkita platformada ham savdo qilyapti. Uzun va Yandexda. Bu degani bitta tovar ikkita platformada sotilyapti. Bu degani ikki xil daromad albatta. Mana yuqorida biz asosan Yandex Marketda qanaqa tovarlar bilan kirishimiz mumkinligi bo'yicha qisqacha gaplashib o'tdik. Endi savol tug'iladi, albatta qaysi tovarlar bilan kirmasligimiz kerak degan savol tug'iladi. Bular asosan bo'lishi mumkin o'sha mayda-chuyda tovarlar, ya'ni o'sha 10 ming, 15 ming yoki umuman 5-10 ming turadigan mahsulotlar bilan, ya'ni mayda tovarlar bilan kirish noto'g'ri hisoblanadi va undan tashqari albatta bu yerda o'sha kiyim-kechak misolida, oyoq kiyim misolida ham kirishimiz ozgina hozir vaqtliroq. Nimaga? Keyinchalik albatta yaxshi bo'lib ketishi mumkin bu kategoriyalar, ya'ni o'sha kiyim-kechak sohasi, umuman oyoq kiyim sohasi, lekin hozirgi vaqtda kirish ozgina noto'g'ri deb o'ylayman. U yerda ya'ni kiyim-kechak sohasi va oyoq kiyim sohasi bo'yicha savdolar bo'lyapti, lekin yuqorida aytib o'tganimdek elektronika uchun aksessuarlar kategoriyasiga nisbatan ozgina pastroq hisoblanadi. Ya'ni bu yerga biz auditoriyani yana ham yaxshiroq yig'adigan bo'lsak, ya'ni odamlar ko'proq kiradigan bo'lsa, yuqorida aytgan ya'ni o'sha kiyim-kechak, oyoq kiyimlarni ham biz yaxshiroq miqdorda, yaxshiroq foydaga sotishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu joyda yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Mana yuqorida aytib o'tgan o'sha elektronika, uy uchun jihozlar, texnikalar bo'yicha sotuvlar yaxshi deyapmiz. Albatta sotuvlar yaxshi. Bu yerda o'sha infografika, ya'ni vizuallik juda katta ahamiyatga ega. Biz shunaqa narsa eksperiment qildik, ya'ni test sifatida. Ko'pchilik hozirda qilyapti, uzun marketdagi infografikani xuddi Yandex Marketga ham ko'chirib qo'yapti. Lekin bizning test natijasida ko'rgan xulosamiz shu bo'ldiki, uzun marketda ishlayotgan infografika Yandex Marketda ishlamayapti. Bundan yaqqol ko'rinib turibdi. Yuqorida aytib o'tgan o'sha auditoriya boshqaligi yaqqol misol bo'ldi.
O'shaning uchun biz albatta Yandex Marketga kirayotganimizda uzundagi infografikamizni Yandex Marketga ko'chirmaymiz. Albatta bu mahsulot turidan kelib chiqqan holatda ishlaydi. Ba'zi bir holatlarda o'sha uzundagi ko'chirgan infografikangiz Yandexda ham ishlashi mumkin. Bu albatta mahsulot turidan kelib chiqqan holatda. Lekin ko'p holatda Yandex uchun alohida infografika qilgan ma'qul hisoblanadi. Ya'ni Yandex Marketda auditoriya boshqa bo'lgan hisobiga va erkaklar ko'p bo'lgan hisobiga bu yerda asosan minimalistika va mahsulot haqida to'liqroq ma'lumot bergan holatda yondashishimiz kerak. Agar siz ham Yandex Marketda noldan qanday tovar va qanday mantiq bilan kirishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, albatta video ostida havola bor. Havola orqali ro'yxatdan o'ting va kurslarimizga yozilishingiz mumkin.